O'rtoqlar, bugun bizning obzorimizda BMW 1000 RR. O'rtoqlar, bu mototsiklimizni 209 model sekinlik qilganlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Naqd 15 tezlikka chiqadi. Narxini oxirida aytaman, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu mototsiklmizda diskli tormoz bo'ladi. Zadniy привод и motordan ovoz chiqmaydi, chunki bu reduktor motor. 24 voltli. Tinmasdan haydaganda bo'lsa, 2 soat, 3 soatgacha haydasa bo'ladi. Rulyoylar temirdan. Bu mototsiklimiz 5 yoshdan kattasiga mo'ljallangan. И mana yonidagi дополнительный balonchilarni olib qo'ysanglar, уже rostiga aytsam 2 ta balonli mototsikl qilib haydasa bo'ladi. Dizayn taraflama hayotda qanaqa bo'lsa, o'yinchog'ini ham xuddi shunaqa ishlab qo'yishgan. Kimga kerak bo'lsa, narxini 300 dollardan qilib beramiz. Dastavkamiz butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi.